Arkadaşlar sizlerle beraber çekmem. Bugün yangi skindaman. Skinni oxirida ko'rsatishim kerak. Chunki hozir kurishimiz kerak. Hop, oldin, let's go. Menga ko'proq taraf kerak edi. Sen o'tgan qismini ko'rmagan bo'lsa, ko'ringlar kanalimda. Xullas, sizlarga tushir rahmat. Agar siz obuna bo'lmagan bo'lsanglar ham menga baribir. Çankları var maksimal derecede açık durmuş. Ben profesyonel şunu yapıyorum. Yüzde kızıklarım için. Şunu da o işe karar kıldım. Vallahi ben yengem bütün ben rever çektiğim kanal açadigan bo'lsam, bitta Kazo ishlab chiqarayotgan Safir videolarini qo'yib boraman. Bu ko'chatlar bor, endi suramiz uyga. Bende bitta ko'chat bor. Uyim yo'q edi. Hoppa. Shakar qamishmanga ham kelaveradi. Ana mana turdi. Chop kelib turibdi. Chiqishda muammoga uchramasam bo'ldi. Vallahi uyga borishim bilan video o'z nihoyasiga yetadi. Videoni hozir paytda chiqarayotganim asosiy sababi sizlarga mana shu yangilikka aytib qo'yish edi.
Bo'laman yaqinda 3 kanalni ochmoqchiman. U yerda obunachilarim tarafidan berilgan challenge'larni bajaraman. O'zim istagan videoni chiqarmayman u yerda. Obunachilar tomonidan berilgan challenge'larni bajaraman. Yo'q, kon topdim. Bola uyimni tagida kon turibdi ekan. Bola video shu joyda tugaydi. Aytganimdek sizlarga hozir skinni ko'rsataman. Barchaga tomosha uchun rahmat. Sizlar bilan Reverchek bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.